P2P amaliyotlarni aksariyatini fuqarolarning kiber gigiyenasi shakllanmaganligidan firibgar bilan telefon muloqotida firibgarga ishonib kartasiga tashlab beryapti-da. Moliyaviy savodxonlik yetarli bo'lmaganligi Xuddi uchun. shunday desak ham bo'ladi. Endi mana shu qismida ham ichki ishlar hamda Markaziy bank o'zaro operativ xizmat ko'rsatish uchun mijozlarga, ya'ni fuqarolarga kart blok tizimini joriy qilgan. Misol tariqasida aytaman, siz o'zingiz aldanib firibgarga pul o'tkazib berdingiz. Bu yerda bankka aybi bormi yoki yo'qmi? Yo'q. Hech qanday aybi yo'q. Bank siz 1 million so'm firibgarga o'tkazib berganingizda, sen aldanibsan deb sizga tashlab berishga huquqiy asos ham yo'q. Endi shunday bo'lgan taqdirda ham siz darhol ichki ishlarga murojaat qilsangiz, ichki ishlar hamda Markaziy bank o'rtasida kart blok tizimi bor. Fuqaro firibgarga aldangan zahoti qachon his qilsa aldanganini, darrov huquqni muhofaza qiluvchi organga murojaat qilsa, biz ham u fuqaro yo'qotgan pulni qidirib topishimiz osonlashadi.